Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitayning cho'ng shaharlari naq pul yo'qligining qiyinchiligini tortmoqda ekan. CNN savdo xabar to'rining 26 may kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoyning Wuhan shahri naq pul kamligidan yuzlagan yerlik shirkatlarning qarzini qaytarishini talab qilgan. Bu iqtisodiy ahvol davlatning shaharlik hukumatlari duch kelgan ig'ir moliya qiyinchiligini tushuntirilgan. Shaharlik moliya idorasining Changjiang kundalik gazetiga aytishicha, jami 259 shirkat va o'rinning 100 million yuandan, ya'ni 14 million dollardan ortiq qarzi bor bo'lib, ularning qarali to'shqan qarzini baldurroq to'lashga undagan. Qarz olg'uchi yoki kepillar hukumat yoki xususiy egilikdagi shirkatlar, hukumat tarmoqlari va oqillar ombirini o'z ichiga oladi ekan. Moliya idorasi qarzni yig'ishning tez bo'layotganligini, qarzdorlarning mol borligi bilan aloqador uchur bilan ta'minlaganda mukofot beradiganligini aytgan. Koronavirusining Wuhanda o'tirg'i chiqishi Xitoyning iqtisodiy qiyinchiligini gavdalantirdi. Tahlilchilarning mo'ljaricha, Xitoyning hukumat qarzi o'tgan yili 123 trillion yuan, ya'ni 18 trillion dollardan oshib ketgan. Bunun ichida taxminan 10 trillion dollar xatarlik yerlik hukumat mablag' pullari olgan qarz ekan. Amerika dengiz armiyasi Xitoy xakerlik harakatining zarbasiga uchragan. Bloomberg xabarlarining 26 may kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy davlat qo'llagan xakerlarning Amerika va Guamdagi nishonlarga qarata ilib borgan bir qatimliq harakati Xitoyning agar Tinch okeanda chetishish bo'lganda Tinch okean bilan bo'lgan aloqani uzish tirishchanligi bo'lishidan andish qilindi. Bu xakerlik faoliyatini tunji qatim chorshanba kuni Microsoft shirkati aniqlab chiqqan bo'lib, Amerika, Angliya va boshqa ittifoqdosh davlatlardagi organlar tomonidan tezla dalillangan. Microsoft World Typhoon Borne deb atalgan xakerlar guruhi Amerika va Guam orolidagi muhim harbiy saqchixonalarni o'z ichiga olgan hukumat, xabarlashish, yasamchilik va IT tashkilotlarga xiloflik qildi dedi. Amerika dengiz armiyasi ministri Carlos Del Toro payshanba kuni NBC muxbiriga ziyonkashlikka uchragan nurg'un xakerlarning kimligi noma'lum bo'lsa-mu, Amerika armiyasining tajovuzchilikning ta'siriga uchraganligini aytdi. Xitoy 1,400,000 ijtimoiy axborot yo'llanmalarini o'chirgan. Reuters agentligining 27 may kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoyning tor boshlig'ini nazorat qilib boshqarish organining bayonotiga qaraganda, 2 oy davomlashgan xato uchur, qonunsiz foydalanish va davlat amaldorlarini do'rash qatorliq ko'rinarli masalalar tekshirilgandan keyin 1,400,000 ijtimoiy aloqa turi o'chirilgan. 67,000 ijtimoiy aloqa hisoboti qilib, 10 martdan 22 maygacha bo'lgan aralıqda 100 ming'an yozmalar o'chirilgan. 2021 yildan boshlab Xitoy tor boshlig'ini tozalash va hukumatlarning kontrol qilishini osonlashtirish maqsadida milliardlagan ijtimoiy aloqa hisobotini nishonlagan. Xitoyning tor boshlig'ini nazorat qilib boshqarish organi juma kuni eng yangi safarbarlik faoliyatida Xitoy Qizil armiya qo'mondonlik shtabi, Xitoy terrorlikqa qarshi turish kuchi va strategik boshqarilgan bomba kuchi qatorliq qismlar bilan ochilgan 13 mingga yaqin soxta harbiy hisobotni nishonlaganligini aytgan. Mangulik taqalgan 67 ming hisobotning 8 mingga yaqin qismi soxta xabar, mish-mish parang va ziyonli uchurlarni tarqatgan. 45 ming atrofida hisobot qiziq masalalarni faraz qilish va qonunsiz pul tepish sababidan taqoytilgan. 187 mingga yaqini axborot vositalari kasbiga taqlid qilinganlik uchun jazolangan. 43 mingdan ortiq hisob munosabatli kasbiy salohiyatga ega bo'lmay turib, kasbiy maslahat yoki ma'rif mulozimati bilan ta'minlanganlik uchun jazolangan. Xitoy reallikning tarqalib, rezillikning achilishidan ansirab taqagan va jazolagan bo'lishi mumkin. Düşmanlar ziminimizni besib olgan bo'lsa, shayton va uning askarlari qalbimizni besib olgan va ideyamizni bulg'ayotgan bir davrda yashayapmiz. Agar millat pokiz qalb va sog'lom ideya bilan Parvardigorning yo'liga qaytmasa, Alloh bu millatga jazo sifatida musallat qilgan tajovuzchilikni ko'tarib o'tmaydi va vatanini qaytarib bermaydi. Qalbimiz oxiratni unutib, dunyoga dum tushgan. Ideyamiz to'g'riliqni yo'qotgan, axloqimiz buzilgan. Ümid Allohga emas, boshqalarga bog'langan. O'zimizga ishonchimiz bo'lmagan, aqlimiz sabab natija qonuniyatiga uyg'un holda imkoniyatning yetishicha harakat qilishga amal qilmagan bo'lsa, millatimizning xo'rliqdan
vatanimizning mustamlikadan qutulishidan so'z echish mumkin emas. Abdurahmon Jamol Koshig'ari. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.